taqiqlanadi. Transport vositasini spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop yoxud kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ta'sirida yoki o'zgacha tarzda mast holatda, sezgirlik va e'tiborni susaytiradigan dori-darmonlar ta'sirida, yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan charchoqlik va betoblik holatida boshqarish, har qanday mastlik holatida, sezgirlik va e'tiborni susaytiradigan dori-darmonlar ta'sirida, yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan charchoqlik va betoblik holatida bo'lgan, shuningdek tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan, yo'l varaqasida yoki transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisida ism familiyasi ko'rsatilmagan, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha shartnoma ushbu transport vositasidan cheklanmagan shaxslarning foydalanishini hisobga olgan holda tuzilgan hollardan tashqari shaxslarga transport vositasini boshqarish uchun topshirish, tormoz tizimi, rul boshqaruvi ishlamayotgan, ulagich moslamasi avtopoyezd tarkibida nosoz bo'lgan, sutkaning qora vaqtida yoki cheklangan vaziyatlarda yonmaydigan fara chiroqlari va orqa gabarit fara chiroqlari, yomg'ir yoki qor yog'ayotgan vaqtda oyna tozalagich ishlamaydigan transport vositasini boshqarish, tegishli ruxsatsiz transport vositalariga maxsus texnik jihoz, ratsiya, sirena va shu kabilar o'rnatish, transport vositalarining tashkiliy jamlanmasi, shu jumladan piyodalar jamlanmalari harakatiga xalaqit berish va ular orasiga kirish, transport vositasini boshqarish paytida telefon quloqchinlar orqali va qo'llarni ishlatmasdan turib so'zlashuv olib borish imkoniyati beradigan boshqa uskunalar orqali foydalanish bundan mustasno. Transport vositasida salonning old qismiga o'rnatilgan video monitordan video dasturlarni tomosha qilish uchun foydalanish, aholi punktlarida transport vositalarining magnitofon va ovoz chiqaruvchi boshqa apparaturalarini hamda dvigatel shovqinini belgilangan me'yordan baland ovozda qilib foydalanish. Harakatlanish vaqtida ushbu qoidalarga 3-ilovada ko'rsatilgan transport vositalaridan foydalanishni taqiqlovchi shartlar yuzaga kelganda, haydovchi ularni bartaraf etishi, agar buning iloji bo'lmasa, zarur bo'lgan ehtiyot choralarini ko'rgan holda ta'mirlash yoki to'xtab turish joyiga evakuator yoki shatakka olish orqali transport vositasini olib borish choralarini ko'rishi mumkin. Haydovchi mast, sezgirlik va e'tibori susaygan holatda atrofdagi to'siqlarni aniq ko'ra olmaydi. Ularni joylashishi va orasidagi masofalarni chamalashda chalkashliklarga yo'l qo'yadi. Natijada avtomobil bilan borib urilishi ham mumkin.